Xo'p, usta akalar, hozir texnikamizdan ozgina tushuncha berib yuboradilar. Mana bu misol bir xil klientlarda bo'lyapti. San'atga nima qo'yapsizlar? Ekspert 8 tali 56 ga 8 qo'yamiz desa, ullanishlari bo'yicha qilalamanmi, qilolmaymanmi degan savol tug'ilyapti. O'shaning uchun Abdulmajid bitta ozgina tushuntirib beradilar. Qaysi simlar ulanadi-yu, qaysi shtekerlar olib qolinadi, qaysilari olib tashlanadi, paretkalar bo'yicha ozgina tushuncha beradilar Abdulmajid. Stak Yevropa gazida benzin injektor paretkasi boshqa ulanadi. Masalan, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 unaqa narsa emas. Stak bilan Yevropa gazida boshqa ikkalasi ikki xil. Ekspertdan xuddi shu boshqacha ulanadi. Sababi bunda miyani abnologiyasi boshqacha ishlaydi. Hop, bir injektor mana injektor sariq bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5 ketma-ket ulanadi. Injektor paretkasi birdan boshlanadi. Birinchisi sariq. Oxirgi serial bilan tugaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketma-ketlik ulab ketaveradi. Muammosiz narsa, muammosiz ishlaydi. Faqatgina shu nastroy qilayotgan vaqtida o'zini abnologiyasi bor, 4-2 qilinadi. Hop, ulangandan keyin ham tekshirib olish kerak. Обязательно har doim benzin injektori qaysi biri plus qaysi biri minusini bilib olish kerak. Har doim tekshirish shart. Chunki masalan o'zlaring ko'ryapsizlar, hammasi simi har xil. Masalan, qora qizil, qora ko'k, mana shunaqa bo'lganda bitta rangi bir xil bo'lib turib, ikkinchisi boshqa bo'lganda boshqa narsa edi. Bu hammasi har xil bo'lgan hisobiga обязательно benzin injektor tokini tekshirish shart. Buni tugatgandan keyin ekspertda OBD eng asosiylaridan biri OBD. OBD 14 bilan 6 ulanadi tagida. Buni ham tekshirish qayerdan bo'ladi? Mana bu datchigi bilan OBDni mana kirgizib olasizlar. Tagida gofra bor, oddiy bilan turibga bilan tekshirib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Muammosi kirib ketadi ichkariga. Keyin через zamok bilan impuls bor. Через zamok bilan impulsni mana miyadan olingan, mana miyaga kelyapti. Babinani mana babinani 3 ta shtiker bo'lsa, shtiker 3 talik mana. 3 talikdan har doim Kia Sonet boshqa mashina emas, Kia Sonet o'rtadagi mana yashil, bunda qizil, bunda oq, bunda o'rtada pushti mana. Mana shu o'rtadagi qaysi biriga bo'lsa uni olsangiz bo'ladi. Benzin injektor emas, babinani impulsiga. Bu оборот bilan через zamok qo'llanadi. Через zamokda ham оборотdan ulash shart har doim. Agar через zamok ulanmasa, datchik o'chmay qoladi, 1-2 oydan keyin akkumulyator o'tirib qoladi. Muammosi keyinchalik kuzatiladi. Оборотda ham xuddi shunaqa benzin injektor emas, imенно pasilindrovga birinchi silindr yoki ikkinchi silindr ulab qo'yish shart. Ya'ni benzin injektor qo'ysa, mashina zavod bo'lishi qiyin bo'lib qoladi. Muammo keltiradi keyinchalik ham. Shuning hisobiga har doim babinani olish kerak. Suv sistemasi ham bunda 8 ishlan yo'q. Har doim 16. 16 perihodga qo'yib turib olasizlar. Masalan, 16 ga 8 qo'yasizlar yoki 19 ga 16 qo'yib turib reaktorga oborasizlar. Propanga ham, metanga ham har doim pechkani olasizlar. Aha. Mana injektor stekerlar 8 ta chiqadi. Buni injektor gaz injektor steker xuddi shunaqa. Faqat bunda ham bu sal ozgina boshqaroq. Masalan, 1, 3, 5, 7 ulanadi. O'rtada qolganlari iziniyatga yopib boradi. Ketib istayotgan bo'ladi o'zlarining xohishlari. Lekin